Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Barkamol avlod bolalar maktabining kompyuter grafikasi va dizayni to'garak rahbari Yo'ldosheva Latofat Ahmadjonovna. Bizning to'garagimizda 40 nafar o'g'il-qizlarimiz bilim olib kelmoqda. Hozir biz to'garak a'zolarimizni amaliy berilayotgan mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan hozir o'tilgan mavzularimizni mustahkamlash bo'yicha sizlar bilan savol-javob tarzida baholanamiz. Birinchi savolim Ismoilova Zulxumorga. Savolim shundan iboratki, Zulxumor, avtozagruzka qanday mavzu edi? Qani? Word dasturining yelini yengillab, tezligini oshirib beradi. Yaxshi, молодец. Gulnora, sizga savolim shundan iboratki, temp so'zi qanday vazifani bajaradi? Kompyuterda keraksiz faylni o'chirib tashlaydi. Yaxshi. Zarina, sizga savolim shundan iboratki, Ctrl Z qanday vazifani bajaradi? Ctrl Z orqaga qaytarish vazifasini bajaradi. Молодец. Diyola, sizga savolim shundan iboratki, Ctrl A qanday vazifani bajaradi? Ctrl A botni belgilash vazifasini bajaradi. Yaxshi. Keyingi savolim sizga beraman, Lazbek. Ctrl P qanday vazifani bajaradi? Ctrl P pechat urish vazifasini bajaradi. Молодец. Yaxshi.